o'ynab paxtatib qolgan, shuning uchun yinglab ketdi. Unaqa emas, bola qarovsiz qolib ketdi, ona o'tib qoldi, boshqa bo'ldi, shuni hisobiga qarovsiz qolgan hisobiga mashq qoladi. Bu eplab yuvolmaydi, orqa teshikni yuvib, keyin oldini alohida yuvish kerak, o'shalarni qilolmaydi. Uni yuvgandan keyin ichki kiyimlarni dazmollab kiygizish kerak bolaga, uni qilolmaydi. Ozgina vazelinga qolsa ham masalan u etolmaydi, vazelinga yo'q qitishyapti deya olmaydi. O'shaning hisobiga vulvit, xronический vulvit bo'lib ketdi u joy. Oqarib ham ketdi, vazelinga yiring oqayotibdi. O'shanga hozircha bugun bu endi baribir bola bapassivni oldik, nima antibiotikni chustitsinda chiqishiga bir hafta vaqt ketadi, lekin ungacha bu holatda yurmoq hozir yuragimiz ketib qoladi. Ungacha bitta maz yozib beraman, shu mazni surib turasizlar, qichishi to'xtab jonim ketib qoladi. Xo'p, achidimi jonim? Voy, sizlar joningni og'ritdimmi? O'yindan keyin telefonlashamiz.